Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Abu Ali ibn Sino tavsiyalaridan pishloq haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Pishloq goho yangi sutdan olinadi va goho ivigan sutdan olinadi. Pishloqni yomoni yopishqoq va uvalanuvchan bo'ladi. Yaxshisi o'rtacha tuzli, biroz shirin, qattiqroq bo'ladi. Mana shu eng qattig'i, eng yaxshisi hisoblanadi. Pishloqning yangisi oziqlantiruvchi, semirtiruvchidir. Shuning uchun pishloq suvini itlarga semirtirish uchun va ularga yaxshi ozuqa uchun beriladi. Tuzlangan eski pishloq iste'mol qilinganda organizmni oriqlatadi. Eski pishloq yomon sifatli yaralarga va jarohatlarga, yangisi esa yangi, yengil yaralarga yaxshidir. Yangisi kuchli bo'lib, jarohatdagi shishlarni ham qaytaradi. Pishloqning eskisini zaytun yog'i bilan ezib, aralashtirib, bo'g'inlardagi toshdek qotib qolgan yerga quyuq qilib surtilsa, ularni qiynamay chiqarib yuboradi. Buning foydasi juda kattadir. Pishloqning yangisi me'da uchun juda foydalidir va tez hazm bo'lib o'tib ketadi. Pishloqni tuzlanmagani ichini yumshatadi. Pishloqni asal bilan aralashtirilsa, foydasi juda ham yaxshidir. Organizmga eng yaxshi ta'sir qiladigani shu asal bilan qo'shilib iste'mol qilinganidir. Pishloqni dori uchun iste'mol qilinadigan echki va qo'y sutidan tayyorlanadiganidir. Pishloq ayniqsa uning qovurilgani ichak yaralariga foydalidir. Ich surishini to'xtatadi. Pishloqda kalsiy ham mavjud bo'lib, soch va tirnoqlarni salomatligiga juda yaxshi ta'sir qiladi. Pishloqni ertalab iste'mol qilganda bu tez semirib ketish va shishni oldini oladi. Pishloqni kechqurun yeganda yomon hazm bo'ladi. Qattiq pishloqlarni tanovul qilish suyaklar va tishlarning salomatligini ta'minlaydi. Pishloq yoshlarda suyaklarning sog'lom shakllanishiga yordam beradi. Ayniqsa tishlarni. Pishloq juda to'yimli mahsulot bo'lib, oqsillardan iborat bo'lgani uchun mushaklar uchun juda ham foydalidir. Shuning uchun sportchilar tez-tez iste'mol qiladilar. Bu mahsulotni tayyorlash uchun ancha uzoq muddat vaqt ketadi va qimmatdir. Shuning uchun pishloq arzon bo'lishi mumkin emas deydilar. Pishloqni zararli tomonlari qon bosimini oshiradi.